da sening talabingni cho'qim o'rinlab beraman qo'zam. Ha, buldumma. Qachon vaqt bo'lsa? Buvam etgan cho'chaklar meni tushdan uyg'otdi. Shuncha nurdek bo'lishga qiziqtirdi, qo'zg'atdi. Mamam etgan cho'chaklar yo'llarimga yo'l ochdi. Adab axloq babidan yuragimga nur chashdi. Endi anglaydiganimda cho'chak programmasi. Oy, cho'chak anglaydi. Anglayotganlar Merkezi Xalq Radio stansiyasining Beijingdan berayotgan programmasi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yupurilib kelib etibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishinglar bir umr dog'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yoqubbek oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisas kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini katlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itimni yo'tib bitaman. Manjolar toza hadidan eshibdi. Badavlat oliylardek katta podshohga o'zini chaqlay olmay shiltim o'tqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmading. Hamma odamdan gumonlanding. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Yiroqdan ko'zga tashlanadigan qizil darvozasi qog'liqda to'shib kelingan yong'oq yog'ichi bilan naqshlangan edi. Pishiq qishdan puxta qilib yasalgan bu imorat havo ochiq kunlardagi kechki shafaqqa o'xshaydi. Xonadonning egiz shibonlari bilan bo'y talashgan qopoq teri. So'gat daraxtlari ustida qushlar uvuz elishgan edi. Ajdaho naqshlik tuch halqa o'rnatilgan darvozadan kirgan odam kech kuzda echiladigan rang-barang gullarga mahliyo bo'ladi. O'z vaqtida umr qo'rosi deb atiladigan. Cherikchi ombolning qo'rosiga ancha yiroq bo'lmagan 20 necha xonalik bu imoratdan faqat xon ombol va uning oila tavobatlari foydalanadi. Mansabga tayinlangan har bir yangi xon ombol sepil darvozasidan kiribla udul mushu qo'rog'i kelib joylashadi. Amalidan ayrilgan koni ambalmu necha 10 harva boyliqni elib mushu yerdan yurtiga qarab yo'lga chiqadi. Kishining havasini keltiradigan bu qo'ru keyingi kunlarda isyonchi xo'yzularga-mu, Abdurahmon hazratga-mu, kuchadan kelgan xo'jalarga-mu tava bo'ldi. Yoqubbek yakanni qo'lga kirgizganda xo'jalarning ilkidan bir kechidila Muhammad Yunusjonning qo'liga o'tdi. Bu yangi Hokimbek darvoza beshidagi zarxatlik lavhani. Darvozaning ikki tarafida odam yeydigan qiyofatda zo'ngziyib o'ltiradigan bir jup shirning haykalini elib tashladi-da, nazar berib biror qur isiriq selib o'zining turar joyiga aylantirib oldi. Bugun kechqurun mana mushu dongli qo'roning kichik mehmonxonasida Niyoz Hokimbekning sharpiga iftorlik ziyofat o'tkazilyotdi. Mo'l nozu ne'matlar to'lib ketgan dasturxonning to'rt tarafida Niyoz Hokimbek, yenida Shayxul Islom joy namozda o'ltirgan talibdek yukinib, muloyim qiyofatda o'ltirishadi. Mamnunlikdan-mu yoki adab yuzasidan-mu ish qilib chiroylaridan kulki ketmaydi. So'rin sohibxoni Muhammad Yunusjonmu hokimlarning odati bo'yicha mehmonlar bilan bir qatordan o'rin olgan edi.
Bosh dasturxonchi va chaqong'ini kiyingan bir necha g'ulam paygohda qo'l bog'lab farmon kutib turishadi. Niyaz Hekimbek taklif bilan dasturxonga fotiha bergandan keyin ziyofat rasmiy boshlanib ketdi. Mehmonga hamroh bo'lg'uchilar necha kundan beri g'izo yemay, ularni kutib turgandek mehmonlar bilan tang dasturxonga qo'l uzatishdi. Oq sanjilgan qo'yuq soqli maydisini yopgan, juvonninkidek porqiroq mag'zidan irmosh-chirmosh qilqon tomirlari aniq ko'rinadigan. Cho'ng-cho'ng ko'zlaridan kulki to'kilib turadigan Muhammad Yunusjon avval ig'iz ochdi. Kamina birodarlari janobi atoliq g'ozning muborak peshini tutib, bovlarimizning qabrisi yotgan aziz yurtimizdan bu yoqlarga kelgili xeyli kunlar bo'lib qopti. Qashqariyada diniy islom quyoshi ko'tarilib, jaholatga chek quyilgan bir yil mobaynida bo'lsa, mana mushu yakan diyorda istiqomat qilib turibdimi? Qo'yni Sultan Saidxon kabi buyuk Mo'g'ul sultonlarining oltin taxtiga, jannati shohona jasadlarga joy bergan bu yurt Peqir Hokimbegning ikkinchi yurti. Shundaqla Niyoz Hekimbegdek katta arbobning o'z yurtidir. Karamlik Alloh ulug' Ro'za Ramzon oyida yurtini seg'ingan Hokimbeg janoblarini ona diyoriga chillab kelibdi. Bu bizning va yakan raiyasining sharafimizdir. Bundaq tantanlik chog'larda janoblari uchun to'gi so'ysaqmi ozlik qilibdi. Eli ham Xudo ravo ko'rsa, keyingi kunlarda kimimizni to'ldirib, mehmonlarimizning ko'nglini obdanroq elib olarmiz degan o'ydamiz. Muhammad Yunusjon xuddi tortingandek beshini egib, so'rin ahliga boshlanishib qo'ydi. Ondan qani elisizlar, bemaza dasturxonimizga o'z o'ylaridagidek iltifot qilasizlar, deb bir kapam poloni ko'mli qilib og'ziga otdi. Muhammad Yunusjonning maqtug'idek mehmon do'stligi, so'z surdanlaridan tizilgan fasohatlik nutqi, birodarlarcha samimiy takalluplari uningga ichida g'um saqlab yurgan Niyoz Hekimbegni obdalla xijil qilib qo'ydi. To'g'risini aytganda, Niyoz Hekimbeg Muhammad Yunusjonni onchi yoqtirib ketmaydi. Yoqtirmasligining sababi bekla oddiy edi. Ya'ni, u Farg'onadan Qashqarga, Qashqardan Yakanga kelmagan bo'lsa, hatto dunyoda Muhammad Yunusjon deydigan bir odam mavjud bo'lmagan bo'lsa, u o'z yurtiga o'zi Hokimbeg bo'lib, do'st dushmani oldida pax degudek davron surgan bo'ladi. To'rt hokimiyatga ketmin chopgan qo'llarining horduqi chiqib qoladi. Biroq qismatning ta'tir shamili uni bir tal xastak uchirib, Udul Xotanga opirib tashladi. Kech kunduz orzu qilgan yakan hokimligi mana mushu yot yurtliqqa nasib bo'lib ketdi. U ich bag'riga tumanning choyin kirib olgandek to'lg'andi. Hasad yong'inida o'rtandi. Uningga o'lim tiladi. Lekin pitning qarg'ishiga ish o'lmabdi degandek, u yakanda yurt so'rab yuraverdi. Oxir u Muhammad Yunusjonning o'limini kutib, toqat qilishga majbur bo'ldi. Niyoz Hekimbeg bugun peshin bilan shahar ichiga kirib, Do'st Muhammad Sariy deydigan bir saroyga o'rinlashgan edi. U saroyga tushib uzoq o'tmayla, o'ylamagan yerdan Muhammad Yunusjon avatgan iftorlik ziyofat taklifini topshirib oldi. Uningga nima amal? O'limini tilagan odam texi o'lmagan ekan, hatto o'lish ehtimoli yo'q ekan. Shundaqdimi, Yoqubbekka 10 yil mirzilik qilgan. Uning bilan qeyrindoshdan chori yaqin o'tadigan bu qoqlash bilan yolg'ondan bo'lsa-mu bordi keldi qilish. Asad o'tini vaqtincha besib turish Niyoz Hekimbegning qo'lidan keladi. Shundaq ekan, uning huzuriga ikki qo'lini burniga tiqib bora olmaydi. Niyoz Hekimbeg Yoqubbekka otab aytib tortiq pishkashlardan o'z bir qismini ayirib mahramlarga ko'tirdi. Yasovul beshi bilan 2 nafar yasovulni Gul oyimni sovg'u salomlarni saqlashga qoldirib, boshqa mahramlarni Ro'za Ramzonning haqida ozod qilib-da, yakanlik Mirza beshining kayniga tushib, iftorlik ziyofatga yurib ketdi. Tova, umrda kap yuzi ko'mgan bu soyoq mushiyada o'ltirdi-kanda. U Tunush qizil darvoza oldiga kelibla bir uxtardi va ich bag'rini sug'urib olgandek puchulinib ketdi. Niyoz Hekimbeg
Әпкүнкеш Qiyirxon ombolga ishik og'i bo'lib yurgan kunlarida bu qizil tomliq o'rdiga ba'zida do'ngdarin bilan, ba'zida o'z rayi bilan pot-pot kelib turadi. Yolg'iz kelgan chog'larida ombolning ruxsatini kutib soat-soatlab saqlab qoladi. Bundaq chog'larda u bekor turishni xohlamaydi va qorovullardan supurgi so'rab elib, darvoza oldini editlab supurib chiqadi. Axlatlarni zehn qo'yib teradi, suv sepadi. Qachonki xon ombol uyquga qinib, havo yegili talog'i chiqqanda yoki apyun xumori besilganda ondan uning qabul qilishiga musharraf bo'ladi. Xon ombolning asniki tutib, xumori qo'zg'alg'uchi bo'lgan vaqtni g'animat bilib, paloni bek mundaq dedi, pustoni bek undaqchi deb odam chaqatdi. Kimlarnidir mansabga qo'yish, kimlarnidir mansabdan qoldirish haqida taklif beradi. Qiyinlik 20 davlat degandek, toki xon ombol ishni qo'g'lagandek qo'g'lamog'icha og'zi besilmaydi. Bir kuni u tog'liqlarga akeltirgan ulay go'shini, eyiq topinini ko'tarib bu yerga keldi. Aroq ichib, tangshilib qolgan xon ombolning mardligi tutib, uni bir to'p mehmonlarning oldiga boshlab kirdi. Ular aroq sharabdan zerikib, o'yin tomosha qilib turgan bo'lsa kerak. Xon ombol so'rin boshqurg'ichiga shunday ishorat qilavedi. U bir qadah aroqni ko'tarib, Do'ng Niyozning oldiga keldi va Do'ng Niyoz, eling, buni tetib beqing. Niyoz Hekimbek Durdun nimchisining yengi bilan og'zi burnini to'sib, chiroyini purishtirdi. Xon ombol qo'lini birla silkib, "Ishchi biting. Siz bizning obdan puqra. Ishik og'i degan xon ombolning deginni qilmasa, xon ombol xafa bo'ladi. Jazolaydi. Ishsa, cho'ng-cho'ng ish berdi." Niyoz Hokimbek ko'zini chim yumib, ishga barmoqi bilan burnini mahkam qisib oldi-da, aroqni g'o'p qilib ichiverdi. U tunji qadahda qiqilib nafas ololmay qoldi. Qirtiq bir narsa qizil o'ngichini totilab o'tib ketgandek bo'ldi. Ammo oyol o'tmay yuzi kuyayotgandek, badanini laglakdek yeniklab, qimir qilsili uchib ketadigandek his qilishga boshladi. Qadah o'lishib kelaverdi. Do'ng Niyozmu noz qilmay, qo'rqmay ichiverdi. Patlamas bo'lib, beshi uzilgan to'xudek uyon-buyon usib, santirilgili turdi. Berib xudini yo'qitib, oyollarning quchiqiga, mansabdorlarning oyig'iga yiqilaverdi. Mehmonxonaning o'tirsig'i kelib, nimchisini silib yerga otdi. Shoyi balvig'ini bo'yniga silib, toytanglab yurib usul o'ynadi. Mehmonlar telqib, qong'ichi kulishib, ko'nglini etishdi. To'gini usulga solsa, 7 taxta savizini buzibdi degandek, pirqiraverib besh qo'ygan Do'ng Niyoz oxir o'ngsiga yiqilib tushdi-da, yegan ishkanlarning hammasini yondirib, mehmonlarning kayfini o'chirdi. Bir chog'da kimdir biri uni so'rgan peti talog'i ochiqib, o'yli temiga yo'lab qo'ydi. Muhammad Yunusjonning qo'rusidagi ziyofat texichi davomlashmoqda edi. Qo'ru sirtida va butun shahar ko'chalarida kechkuzning izg'irin shamili pushqirtib uchib yuradi. Ko'cha bo'ylaridagi chinar daraxtlaridan to'kilayotgan oxirgi yo'pirmoqlar xuddi nola qilgandek shivirlab, pirqirg'in peti yerga tushdi-da, shamol bilan billa qiyli yerlargacha uchib berib, ozg'onlarga tiqiladi. Osmonda bo'lsa na oy, na yulduz ko'rinmaydi. Sovuq damlarda o'yib qolgan ustirang tuman daraxtlarning uchida laylab yuradi. Ko'chalarda mirshablarning, ko'zachilarning tak-tak urib, omon esanlikdan xabar berishlari. Shamolning o'rqirishi. So'ngik talishayotgan lolma ishlarning nagan-naganda g'ingshib qo'yishidan o'zga hech qanday sado anglanmaydi. Sho'tu bo'ylamaydigan egiz anjan temi bilan qo'rshalgan Do'st Muhammad Sariymu tintas tun quchqida uyquga cho'mgan edi. Qora qong'iltir bilan qoplangan saroy darvozasimu tun qorong'usi bilan ayrilmas bir yerda bo'lib ketgan edi. Saroyning orqa tarafidagi otxonalardan to'qliqdan sho'xlik qilayotgan otlarning tepishishlari, kishnashlari anglanib turadi. Shu asnoda darvozaning oldidan o'tadigan jama yo'lining u qiytidagi quyuq daraxtlik orasidan ikki qora gavda orqa-orqadan sakrab chiqdi. Saroy temi tubidagi egiz tuxumak daraxiga moymundek yomishib,
shoh bo'ylab o'miligancha saroy o'g'isiga o'tib ketdi. Ular g'oyib bo'lib uzoq o'tmay tuxumak ostidan yo'tal ovozi keldi. Ovoz 3 qitim takrorlangandan keyin qora darvoza qiyo echildi. Darvoza yo'chuqidan ovoylab dastlab chiqib kelgan 3 gavda saroy temig'i do'mbisini choplab bir pas jim turib oldi-da, yo'lni to'g'risiga kesib o'tib, keyikdek toqlagan peti daraxtzorliq orasiga kirib ketdi. Saroy darvozasi shapsizla yopilib qoldi. Niyoz Hekimbek 1 yildan buyanqi eng xotirjam va ko'ngillik bir oqshomni Muhammad Yunusjonning huzurida o'tkazdi. Mazalik g'izolarni yedi. Safar horduqini chiqarib ko'nglini ko'tirdi. Shug'inisi so'rin oxirida yakan qozisi Ziyoiddin Damulla uni chaqchaqqa yo'lab chiqib oldi. Hokimbek janoblari, ko'ngillarga kamisa kichikkina bir savolim bor edi, dedi u echilib yeyilib o'tirgan Niyoz Hekimbekka iltimos ohangida. Yakanda obro' inovatda Muhammad Yunusjondan kam turmaydigan bu o'limaning o'ziga savol qo'yishini katta obro' deb bilgan Niyoz Hekimbek qo'lini ko'ksiga qo'ydi va beshini sal egib mundaq dedi. Marhamat taqsir, garchi ilmiy cho'lta, fikri tez, kam aqllardan bo'lsam-mu, hazratlarining savoliga chamim yetkishi javob beraman. Qozi Kalon bir o'tlam choy ichib, og'zini namdib olgandan keyin so'radi. Taqsir, o'zlarining islom tarixidan xabarlari bormi ekan? Bo'libmi, diniy islom o'z qudratini namoyon qilgan zamonlar voqiyatlaridan? Anglaganim ko'p, biladiganim oz. Biroq tarix tavarix deganlarni ancha-muncha mutolaa qilganman. Xo'sh, undaqda Qurayishlik Abu Azza hikoyalarini anglaganmidilar? Qurayish deganni hamma odam biladi. Biroq Abu Azza degan zot nima? Odam etimi yo shahar, qishloq nomimi? Niyoz Hekimbek ko'ngil xazinasini chala qo'ymay oqtirib chiqdi-yu, muvofiqroq bir javob topolmadi. Oxir qiyni bir nima deysizlar degandek yenida o'ltirgan Shayxul Islomga qaradi. Shayxul Islom bu savolning o'ziga qo'yilib kelishidan qo'rqqandek uningdan ko'zini apqashdi. Undaq bo'lsa, Abu Azza hikoyasini kaminlardan anglag'aylar. Niyoz Hekimbekdan tuzukroq javob ololmaydiganligiga ishongan Qozi Kalon o'z savoliga o'zi javob berib mundaq dedi. Abu Azza Makka mukarramadagi Quraysh qabilasidan bo'lmish bir shoir edi. U Muhammad Mustafaga qarshi fitnalarda Quraysh mushriklarining atamoni bo'lgan. Bir qatim u Makka mushriklarining kattasi Abu Sufyan bilan birga Madina Munavvaraga berib Badr degan yerda musulmonlarga qarshi jangga kirdi. Mushriklar yengildi. Abu Azza bo'lsa muhojirlarga asir bo'lib qoldi. Keyin jinini qutuldirmoq uchun Rasululloh oldida tavba qilib Abu Sufyonni so'kdi. Shuning bilan u o'limdan qutulib qoldi. Kim bilsin, Makkaga qaytib kelgandan keyin Abu Azza va'dasiga vafo qilmay, yana mushriklar tarafga o'tib ketdi. Musulmonlarga qarshi lashkar to'plashda Muhammad Mustafaning yomon gapini qildi. Abu Sufyan bilan birga Madinaga berib, Uhud tig'ida muhojirlarga qarshi tig' ko'tardi. Allah musulmonlarni g'olib qilib, kofirlarni halokatga yuzlantirganda, u yana bir qatim Rasulullohning qo'liga tushib qilib edi, yana tavba qilib musulmonlarga madhiyalar o'qidi. Mushriklarga va Abu Sufyonga hisobsiz qarg'ishlarni yoqtirdi. Bu hikoyaga qiziqib qolgan so'rin ahli dasturxondan qo'lini tortib, o'zini untig'an peti Qozi Kalonga quloq soldi. Gap so'zlarning uraniga qarabla yuragi topdan chiqishga boshlagan Niyoz Hekimbek chandurmaslikka tirishib, Qozi Kalonga yaqinroq surildi. Hokimbek janoblari, gapning ochiqi, men bugun silini ko'rib, to'yiqsiz oshu suyuq shoir Abu Azzani yodimga ep qoldim, dedi Qozi Kalon hammaylan anglasin degandek ovozini ko'tarib. Qozi Kalonning nima demoqchi bo'lganini allaqachon tushunib bo'lgan Hokimbek xupsalik qilib uning so'zini chaqchaqqa burdi va mundaq dedi. Qozi Kalon hazratlari, chaqchaq deganni hajab obdan qolmashtirib o'tdi ekanlar. O'zlarining chaqchaq haziliga yeris ekanliklarini burunli bilatdim.
Kamillarimi chaqchaq xalaydigan odamman. Qozi Kalanning astarlik gaplaridan sal huduqib turgan Niyoz Hekimbek burun degan so'zning og'zidan qandoq chiqib ketganini to'ymay qoldi. Burun u bu yerda ishq og'i bo'lib turgan mezgillarda mana mushu Qozi Kalanni nurg'un qaytim masxara qilgan va arzimas bir ayib bilan qozilikdan elib mutashlagan edi. Qozi Kalanmu Niyoz Hekimbekni bolalik chog'laridan boshlab to'niydi, tushunatdi. Burun degan bu so'z uning ko'ni yarısini tatlab qo'yishi turgan gap edi. Ziyoiddin Damulla unda qozonga mundaq cho'mish degandek Niyoz Hekimbekning o'zini tuturmayotganini bilib gapni echipli aytdi. Chaqchaq dedilimi? Yo'q, bu chaqchaq emas taqsir. O'zlari Abu Azzaga o'xshash muqim bir tarafda turmaydi ekanlar. Qaysi hukumat kelsa, qandoq hukumatgan deb so'rab o'ltirmaylar, xizmatda bo'laverdi ekanlar. O'zlarini oxir Abu Azzadek kunga qolmiskan deyman-a? Taqsir, Abu Azza qandoq kunga qolgan edi? Qozi Kalan og'ziga gap selib bergan kishiga minnatdorlik bildirgandek kulimsirab qo'ydi va uning savoliga rozimanlik bilan javob berdi. Abu Azza Uhud jangida, ya'ni Madina musulmonlarining qo'liga tushib qolgan. Biroq bu qitim Muhammad Mustafa uni kechirmagan. 200lik ayıplab o'limga hukm qilgan. Sorun ichi qaynayotgan qozonga sovuq suv qo'ygandekla jim bo'lib qoldi. Mushu jimjitlikdan foydalanib, o'zini o'ngsiv ilishga uringan Niyoz Hekimbek, bu jahonda podshohlik tojining to'xtalg'usi yo'q. Agar hazratlari bu toj paloni hukumatning, paloni odamning beshida to'xtaydi deb aytib berilgan bo'lsa, Pekirmu hech ishkilanmay shu hukumatning, shu podshohning xizmatida bo'lgan bo'ladi. deb o'zini oqlagan bo'lsa-mu, lekin yana texmi qattiqroq pashvaga duch keldi. Ko'nglida Qozi Kalonga moyil bo'lib sukutda o'ltirgan Muhammad Yunusjonning orig'i tushishi bilan til tig'larini giralashtirib, shafqatsiz jang qilayotgan ikki taraf niyatidan yenishga majbur bo'ldi. Munozarada boshdan oxir foydasiz o'rinda turayotgan Niyoz Hekimbek dardini ichiga yutib, chiroyiga kulki yugurdi. Qozi Kalon bilan quchoqlashib xo'shlashdi-da, saroyga qaytib keldi. Niyoz Hekimbek saroyga kelibla qo'rqinidan ko'zlari choniqidan chiqib ketgili tos qoldi. U ko'rdiki, 2 nafar ishik boqar yasovul bosog'i ustida put-qo'li chambarchas bog'langan holda o'likdek so'zilib yotadi. Qizil ko'ngli kiyingandek qong'ichilishib ketgan yasovul beshining qo'rsqi qo'g'in pishqandek yerib etilgan. Ko'z qarchug'i olaygan peti qaytib qolgan edi. So'g'i salomlarga bo'lsa, hech kimning qo'li tegmagan. Qo'ygan yerda qo'ygan peti turadi. Biroq Yoqubdagi tortiq qilinadigan eng qimmatli sovg'atning biri tutqun qiz Guloyim saroydagi so'loqliq uydan g'oyib bo'lgan edi. Xudoya tova, bu kimning qilgan ishidir? Shunchalik qisqa vaqt ichida bu tarixiy cho'ng voqeaning yuz berganiga aqli yetmagan Niyoz Hekimbek peshonasiga poqqida birni o'rdida turgan yerida zo'ng o'ltirib qoldi. 21-bob cho'l otlari hormaydi. Darvish ota, to'xtamay bir kecha kunduz yo'l yurdik. Ammo cho'lning cheti ko'rnay demaydi. Izib-tizib yurmayli yana. Osmonning ovi yeriga qarag'ina o'g'lim. Marjandek tizilgan yulduzlarni ko'rdingmi? Uni taroz yulduz deymiz. Bu yulduz o'ng tarafingda bo'ladi ekan, o'zingni ko'kdarak qarab ketayotiman deb hisoblava. Kepak Darvish bilan Oy Muhammad otliq ketib yetib paranglashmoqda edi. Ularning parangi oksining kayniga mengishib, uyqu bilan elishayotgan Guloyim va egarning qushbeshig'i peshonasi tegay deb qolgan Karim qulga xira-shira onglanib qoladi. Yegandan yo'lga chiqqandan buyon bo'g'iz yoki to'yg'idek cho'p didorini ko'rmagan. Kolpuki ho'l bo'lg'idek biror qitim suv ichmagan otlar shunchalik eg'ir va shunchalik osti qadam tashlaydiki, ularning qadamlarini oliqonni oldiga so'zsa, 5 barmoqni farq etgili bo'lmaydigan zulmat qorong'udimi adashmay sanig'ili bo'ladi. 3 otliq 4 kishi taklamakon dashta bilan qog'iliq gumu bo'stonligi orasidagi keng jangalda ketib boradi. Ko'k betida chekchaygan ko'zlardek porqirib turgan yulduzlar
almisaqdan beri odam izi tushmagan bu do'nglar orasida chotqol yerib ketayotgan noma'lum yo'lovchilarga hayron bo'layotgandek qiladi. Cho'l tarafdan so'qiyotgan sovuq shamol do'ng cho'qqisida sabiy qizchaqning kukolisidek dengiyib turgan yo'lg'un shaxlarini. Do'ng bag'ridagi tikanlarning orasidan o'tib, son-sanoqsiz yilon so'ylab kelayotgandek shivirlagan sado chiqaradi. Cho'l qo'yinining kuchli zarbasi bilan qachondir parchalanib ketgan yontoq parchalari quloq tuvidan g'uyuldab o'tib ketadi. Oy Muhammadning kaynida to'nglig'idan kirpidek tugilib o'ltirgan Guloyim okisini asta noqib turib, "Aka, shamolda putlarim uyushib ketdi. Ozroq to'xtab isnab olsaqmikin?" dedi yer tegidan chiqayotgandek zaif ovoz bilan. Oy Muhammad bekli yelin kiyinib olgan singlisining jaloqlab titrayotganini xeylidan beri sezib kelavatadi. Kepak darvish, "To'xtasak to'xtayli. Ostili isini bilib, tong otganda maqsaqmi bo'layverdi. Yakandikilarning bu yerlarga qo'g'lab kelishimi notayin." Darvishning bu qarori yengidek sanjilayotgan izg'irin shamolda uyqusi echilib ketgan Karim qulg'umu xo'p keldi. U Guloyimni qutuldirish safariga otlangandan beri og'ziga bir burda non solmagan va necha kecha kunduzdan buyon kirpik qiqib boqmagan edi. Ular qachondadir kalkun eqitib, pichoq bilan kesgandek o'yilib ketgan ikki do'ng orasidan shamol o'tishmaydigan bir o'ymonliqni tepib oldi-da, otlarini do'ng kaynidagi qumushliqqa qo'yiverdi. Quruq yo'lg'un shaxlari to'g'roq bo'sdi, so'k-so'k degandek chavi chatqonlarni yig'ib kelib gulxon yiqishdi. Odam bo'yi o'rlagan ulug' o't uzun tillarini taraf-tarafga so'zib, do'ng orasiga tiqilgan qorong'uliqni qo'g'lab, qo'llarini qoqlayotganlarning judigan chiroylarini, o'ltirishib ketgan ko'zlarini, gaz bog'lagan lablarini yo'rtibdi. Gulxon cho'risidagi yoqutdek lovuldab turgan cho'q taptidan teniga harorat o'tgan seri ular tatliq uyqu ichida qoldi. Muhabbatli ko'zlaridan uyqu qechib turgan Guloyim bilan Karim qulmu jahonning birdilla kengayib qolganligini his qildi. Yeliqi kuni singlisining degan qaralida qaytib kelmaganidan ko'ngli qandoqdir bir ansizlikka asir bo'lgan Oy Muhammad kepak darvishning "Guloyim ancha beg'am qiz emas. Balki qorong'uda yo'l yurmay deb tuqqanlarnikida qo'nib qolgandi" degan tasallisiga quloq solmay sho'rboqqa qarab yurib ketdi. Insijin qolmagan odamning qo'rqisi kelgudek jimjitlik hukm surayotgan to'piliq yo'lni besib sho'rboqqicha yetib keldi. Guloyimning gugum bilan tang bu yerdan uzab ketganini anglaganda Oy Muhammadning yuragi jiq qilib qoldi. U "Opla, ish chatoq" dedi-da, sarosima ichida qolgan tuqqanlari bilan xo'shlashmayla bo'rondek tezkayligiga yondi. Kent ko'cha yugurib yurib, urug' tuqqan yar birodarlarining uyiga berib surishtirdi. Kechi tang bo'lganda kepak darvish bilan Karim qul kelib uningga qo'shildi. Guloyim sen qayerda degan sada yo'l bo'ylarini larsiga keltiradi. Faqat tong yo'rig'andan keyinla ular ujmalik to'qmushdan Guloyimning olrang ro'milini tepib elishdi. Bo'z to'pig'i petib ketgan yo'chun izlarini ko'rib, bu baxtsiz bechoraning qaysi bir qaroqchi tarafidan tutib ketilganligini jazmlashtirdi. "U noahlilar nima deb Guloyimga qasd qilishidi? U hech kimga yomonlik yetmaydigan bir notuvon qiz emasmidi? Taqdir. Qozonchi oilasining beshiga tog'imi ko'tarolmagidek kulfatlarni soldim. Yaklaydig'iningni yakladim. O'ltirdig'iningni o'ltirdim. Endi mushu ojiz qizni bo'lsa-mu omon qo'ysam bo'lmasmidi? Bu bizga ne ahonat, ne tortquliq." Oy Muhammad singlisining izi ustida zo'ngsib o'ltirib, kichik boladek ho'ngrab yig'ladi. Yo'g'on mushti bilan ichki chekisiga to'xtamay mushladi. Bezgakdek lag'ildab titradi. Singlim, akangni kechirgin. Jinim tinimdili bo'lsa, dilimni chektirmasman degan edim. Dilimni chektirib qo'ydim. To'xo chujisini sardim qo'g'digandek qo'g'dayman degan edim. Qaroqchining changildan saqlab qololmadim, deb qo'sha qotdi.
Ujmilik do'qmishda sham tikligandek turib ketgan el jamoatdan ko'z yeshini yoshirayotgan Karim Qulmu volqandek tepayotgan yig'isini oxir besib ololmadi-da, un silib yig'ilgan peti Oy Muhammadning quchqig'i o'zini otdi. Ular mahkam quchoqlashdi. Dod faryodimu ko'z yeshimi qo'shilib ketdi. Bolalarim, sabr qilinglar. O'zinglarga hoy beringlar. Boyatin beri do'ng'oq ujmi daraxiga yo'langinicha xiyol qo'ynimiga kirib ketgan kepak darvish ularning yeniga bordi va g'olichini yeyib ishkaylarning yelkisiga qo'lini qo'ydi. Bu kun bu oylarda taqdir ilohining ko'zi ko'r, qo'liga gaz. Uning yig'lab yolvurgandan ko'ra biri harakat qilgan afzalroq. Qasam qilamanki, Gul Oyimxon Allohning ojiz bandasi. Allah ojiz bandasini o'z panohida saqlaydi. Biz bilan ko'rishgili nasib qiladi. Xotirjam bo'linglar. Shu soatdan boshlab uchaylan 3 yo'lga bo'lindi. Bulun puchqoqlarga, xolti ko'chalarga, o'stan ko'l bo'ylariga berib Gul Oyimning derigini qildi. Hatto o'rda oldi, o'rda sepilining do'qmushlari. Dang saroylargacha ko'z elib chiqdi. Qozi Kalon, Yuzbeshi, Mirshab, mir g'azablargacha ma'lum qilishdi. Qizning tutqun qilinganiga bir kecha kunduz o'tgan bo'lsa-mu, biror yip uchini topolmadi. Puhraladin. To'g'ri Xudoyim, degudek ish bo'pti. Degandan o'zga javob chiqmadi. Mansabdorlar bo'lsa, gunohkorlarni tutib kelsanglar yoki turar joyini ko'rsatib bersanglar, so'riqini qilish bizdan. Debla bo'ldi qilishdi. 3 kundan keyin ishik qotirab yurib, oyoqlarining chami teshilgan Oy Muhammad bilan Karim Qul boshlarini sangalatgan peti uyiga qaytib kelishdi-da, choy o'tlashdan bosh tortib, mishildab yig'lig'ili turdi. Ularning bu holi uy saqlab qolgan kepak darvishning satroyini o'riltibdi. Tasalli bergili kirgan qo'lim qo'shlarning oyig'i besiqqandan keyinla u: "Bolalarim, Alloh zaiflarga yig'a, o'g'il bolaga chidam baxsh etgan. Kunduzi ko'chima-ko'ch qatirab, oqshimi beshimizni quchoqlab yig'laversak, vaqtni isrof qilib etamiz. Menimcha, oldi bilan obdanroq qalli yugurtib, ondan keyin bir yo'l tutayli. Aql bilan ish qiluvchiga Xudomi madadkor bo'ladi." dedi sal xafa bo'lgandek. Oy Muhammad kepak darvishning bu gapini o'rinliq deb hisobladi bo'lg'ay, ko'z yeshini surtib etib uningga mundaq dedi: "Qani ota, bir yo'l ko'rsatsizlar. U la'natgarlarni tepib, minsni chuvatmasam, Oy Muhammad degan itimni yo'tib bitaman." "Oy Muhammad akam naq gapni qilyotdi darvish ota. Kuchtisi bizda bor, shijoatimiz bu kam emas. Biroq 3 kun yilni izlagandek izlabmi, Gul Oyimxonning derigini qilolmaganimizga faqat aqlim yetmayotdi. Uning bor yerini bilalsak bo'ladi-ku." Kepak darvishning taklifi Karim Qulga muhib keldi. U amalsiz qolganini gadiniga elib o'dirab qo'ydi. Darvish dekkida o'rnidan turib ishikni yopdi. Dam selib ko'nglini tindirgandan keyin past ovozda so'radi: "Yigitlar, Niyoz Hekimbekning bugun tong yo'rimasli Qashqarga ketganini angladinglarmi?" Oy Muhammad bilan Karim Qul buning Gul Oyim bilan nima aloqasi degandek darvishning ko'ziga tikildi va beshini chayqashdi. "Anglamadi o'qtanglar. Sizlar anglamagan bo'lsanglar, mana men angladim. Ota, Niyoz Hekimbekning safari bilan Gul Oyimning nima aloqasi bor? Aloqasi bormi, yo'qmi, kalli ishlatsanglar bilalaysizlar. Qani deb beqinglar. Butun surik bir yurtning hukmroni nima deb atiganmi emas, kashmi emas, dal tun hassi bo'lganda safarga chiqdi. Yasavullarning orasida ketayotgan o'sha yipiq mapida mol dunyo bormi yo odammi?" Kepak darvishning aytqanlari Oy Muhammad bilan Karim Qulning diqqatini qo'zg'adi. Yo'ldan adashgan yo'lovchidek tengirqab qolgan ikki yigit dasbida hayajonlangandek bo'ldi. Biroq o'ng'onlarning faqat farazdan boshqa narsa emasligini o'ylab yetganlarida bo'lsa, ruhi tushib, yana lassida bo'lib qolishdi. "Hukmron degan baribir hukmron. U hech kimning irodasiga boqmaydi. Xohlagan vaqtda safarga chiqa oladi. Napimi, harvimi, ish qilib, xohlaganligi narsasini billa akita oladi. Yo'q. Bu faqat bir gumon,
u mapida Gülayim yo'q, jazman yo'q. deb o'yladi Karimqul o'zicha beshini chayqab. Karimqul o'ylaganlarini o'tirg'i tashlab Darvish bilan Oymuhammadni xolta ko'chadan qaytarmoqchi bo'lib edi. Oymuhammad uningga fursat bermadi. Darvishning aytib gap qiladigan odatini biladigan Oymuhammad uning gapini oxirgacha anglab bo'lib, ondan bir fikri kelish o'yi bilan savol tashladi. Darvish ota, shu mapida Guloyimxonni bor deb jazm qila olamdilar. Bolalarim, payg'ambarlar, farishtalar va avliyolik maqomiga yetganlardan o'zga hech kim g'oyibni ko'rolmaydi. Biroq Darvish otanglar g'oyibni ko'rolmagan bilan Niyoz Hekimbekning ot uloqlari qatorida bir sirliq mapini ko'rganlar bor. Sizlar bilmaysizlar. Uning xotini u yakandagi chig'irli o'lib ketgan. Oshkora nikohliq bo'lganini hech kim ko'rgani yo'q. Demak, uning ilib mong'ini uning xotini emas. O'g'rining yuragi pok-pok degandek, sirliq mapini ilib, al oyog'i jimiqqan chog'da yo'lga chiqishidimi jazman bir sir bor. Undaqda Hokimbek Guloyimxonni Qashqarga ep ketgan bo'lmamdi. Xudo saqlasin. Xudo o'zing saqlag'aysan. Hozircha bunda qo'rqib ketmasangmi bo'ladi bolam. Men faqat gumonimni so'zlab beryapman-ku. Ammo bu gumonni Niyoz Hekimbekning xuluq mijozi bilan bog'lab qaraganda bundaq ehtimolliknimi yo'q degili bo'lmaydi. Qiyosan aytsak, Niyoz Hekimbek so'g'urdek sezgur va tulkidek qov odam. U Qashqarga mang'an ekan, odati bo'yicha Yoqubbekning shahvati g'olib erkak ekanligini hisobga olmay qolmaydi. Qani aytinglar, undaq odamning ko'nglini ovlash uchun biror chiroyli qizni tortiq qilishdan ortiq yaxshiroq chora bormi? Yana kelib, u har qanday ishda ehtiyotni oldingi o'rniga qo'ydi. Bir qizni ko'p kunduzda tutib olib, hujjasiga tortiq qilib olishdan, yomon atoq ilib, o'ziga ish tepib olishdan qo'rqidi. Uning al ko'zni bog'lab, tang kechida safarga chiqishining sababimi dal shu yerda. Deganlar barhaq Darvish ota. Singlimni jazman o'sha qor yuz Hokimbek tutib ketgan gap. Darvishning qiyosidan qo'rqinchli bir jarayonni ko'z oldidan o'tkazgan Oymuhammad bozg'ondek yo'g'on mushtini qoyoqqidir tanglab, tishlarini qum choynagandek g'ujurlatdi. Xat, Niyoz Hekimbek. Shu topda seni tutib oladigan bo'lsam, qo'rg'ilaringni sundirib, ustixonlaringni kukum talqon qilib olsam-mu dadim chiqmaydi. To'xtab tur. Xudoning kuni uzung'u texi. Qo'g'layli, u badbaxtni tutib olib, tutgan yerda jojisini berayli, dedi Karimqul paygohda turgan damni qo'liga elib. Kepak Darvish Oymuhammadning roziligini kutib, talog'i etilay deb turgan Karimqulning oldiga keldi-da, uning qo'lidagi damni tortib olib, tomga yo'lab qo'ygandan keyin: "Yigitlar, oldirmanglar. Cho'riq bilan xampaga sakrganning foydasi yo'q," dedim-ku. Bu texi bir gumon. Gumonni isbotlamay turib, bir ishga bel bog'lig'il bo'lmaydi. Deganlarga o'rinliq Darvish ota. Lekin bu menga gumon emasdek tuyulyotdi. Ma'qul, buni hozircha gumon deb o'tiraylik. Biroq gumonni yeshib bo'lguncha ular to'xtab turmaydi-da. O'g'lim, biror hojing bo'lsa, qo'rqmay et. Tumur tutqizg'ili kelgan bo'lsang, beligingni chiqar. Chomim yetadiganli ish bo'lsa, ikki qo'lim ko'ksimda. Maqsum ota, yurak zidisining azobi meni oldilariga boshlab keldi. Dadam yonimda bo'lgan bo'lsa, dardimni dadamga aytar edim. Sizlar bo'lsizlar, otamning o'rnidagi murabbim. O'tirganlar qopsin, qopqanlar yursin. O'gunlikka tang yo'rgan hamon otlarimizni Oqsu daryosida sug'urimiz.